والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. Assalomu alaykum hurmatli jamoatimiz. Alloh taolo bugungi kunimizni barchamizga muborakbod aylasin. Barchamizni sog' salomat yana o'zining baytida xatmi Qur'onlarda jamlaganiga Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Qilayotgan ibodatlarimizni Alloh taolo benuqson, beriyo qabul aylasin. Inshaalloh bugungi suhbatimiz boqimandalik jamiyati zavoli degan mavzuda bo'lib o'tadi. Bugungi mavzumiz kechagi qilgan suhbatimizni bevosita davomi desak ham bo'ladi. Ya'ni kecha nima haqida suhbatlashgandik? Yodimizda bo'lsa, kecha o'zgalarga yordam berish. Demak, boshqa mo'min musulmon do'stimizga, birodarimizga yordam qo'lini cho'zishimiz to'g'risida edi. Bu albatta yordam qo'lini cho'zuvchi inson tarafidan to'xtalib nazar solganimizda juda ham yaxshi ish albatta. Ammo buning ikkinchi tomoni ham bor. Ya'ni ikkinchi tomoni endi beruvchi emas, balki oluvchi tomonidan nazar solib ko'ramiz. Ma'lumki, Alloh taolo bu dunyoni sababiyat olami qilib yaratdi. Zero Alloh taolo qodir edi bulutlarsiz yomg'ir yog'dirishga ham. Bulutlarsiz qor yog'dirishga ham Alloh taolo qodir edi. Ammo nima qildi? Yomg'ir va qorlarni yog'ishini bulutlarga bog'lab qo'ydi. Sababiyat olamini yaratdi. Mana osmonni ustunsiz tikka qilib qo'ydi-ku Alloh taolo. Xuddi shu kabi siz va bizni ovqat yemasak ham, suv ichmasak ham qornimizni to'q qilib qo'yish mumkin edi. Ammo Alloh taolo buni sababiyatga bog'ladi. Nima qildi? Ovqatlansak qornimiz to'yadigan qildi. Va yoki suv ichsak chanqog'imizni qonadigan qilib qo'ydi Alloh taolo. Demak, bu sababiyat olami. Bizda sezilgan ehtiyojlarni sababini qoyim qilganimizdagina Alloh taolo ishlarimizga baraka beradi, hojatlarimizni ravon qiladi. Shuning uchun ham dunyoda hayot ekanmiz, halol yo'l bilan kasb qilib o'zimizni halol rizqimizni terib yurishimiz Alloh taolaga nisbatan odob hisoblanadi. Zero Hasan Basri rahmatullohi alayh bir kuni dengizni bir tomonidan ikkinchi tomoniga o'tishni iroda qildilar, o'tmoqchi bo'ldilar. Dengizni oldiga borib turganda Hasan Basri rahmatullohi alayhning bir katta shogirdlaridan biri kelib aytdiki, "Yuring ustoz, birga o'tamiz." "Qanday o'tamiz? Dengizning ustidan yurib o'tamiz" dedi. Hasan Basri rahmatullohi alayh, "Yo'q, men qayiq kelishini kutib turaman" dedilar. Va mana shu asnoda Hasan Basrining shogirdlari shoshib suvning ustidan yurib dengizning narigi tarafiga o'tib ketdi. Tasavvur qiling, suvning ustidan yurib o'tib ketdi. Hasan Basri rahmatullohi esa qayiq kelishini kutdilar va qayiqda o'tdilar. Bundan nima kelib chiqadi? Hasan Basri rahmatullohi alayh shogirdlaridan kuchsiz edimi? Yoki ilmsizroq edimi? Yo'q. Axir u ustozku. Ustoz har doim shogirddan ustun turadi. Agar shogirdidan ilmliroq bo'lmaganda unga ustoz bo'lmas edi shogirdiga. Bu nimani ko'zladi Hasan Basri rahmatullohi alayh? Alloh taolaga nisbatan odobni. Alloh taolo sababiyat olamini nima qildi? Insonni suvga cho'kmaydigan qildimi? Suvga cho'kadigan qildi. Qayiqda o'tmaydigan qildimi? Suvdan qayiqda, kemalarda o'tadigan qildi. Tarixga nazar solsak, eng buyuk payg'ambarlardan insoniyatning ikkinchi otasi, to'fondan keyin faqatgina o'sha zotni 3 ta o'g'lidan butun dunyodagi insoniyat tarqalgan Nuh alayhissalom. Shunday buyuk payg'ambar bo'lishiga qaramasdan kema yasamadimi? Agar suvni ustida yurish imkoniyati bo'lganda birinchi Nuh alayhissalom yurmasmidilar? Mana shu katta to'fonda. Demak, Alloh taolo bu olamni bizga sababiyat olami qilib yaratdi. Va mana shu sabablarga bizni rioya qilishimizni Alloh taolaga nisbatan odob deb bildi. Va yoki payg'ambar alayhisolam yoshlariga nazar solsak,
Payg'ambar alayhissalom endigina 10-11 yoshga yetganlarida, 10 yoshlar atrofiga yetganlarida ko'chada Makka atrofidagi insonlarning qo'ylarini pulga boqib berib, pul topar edilar. 10 yoshli bolaga zarurmi shu? Payg'ambar alayhissalom tengqur do'stlari, og'aynilari o'yin kulgudan ajramasdi. O'sha vaqtda Payg'ambar alayhissalom rizq yo'lida harakat qildilar. Bo'lmasa Qurayshning, ya'ni Makkaning butun arablarning eng sayyidi bo'lgan Abu Talibning qo'lida edi. Abu Talib Makkaning rahbari edi. Bir katta rahbarning qo'l ostida bo'la turib, nima qildi? Harakat qildi. Undan so'raganlarda, nega yordam beryapsiz? Baribir sizning topgan pulingiz bu amakingiz topgan pulni oldida sariq chaqa ham bo'lmaydi-ku dedi. Shunda u zot nima dedilar? Men Alloh taologa nisbatan, amakimga nisbatan odob qilyapman dedilar. Odob yuzasidan amakimga g'amxo'rlik qilyapman dedilar. Demak, mana shu yerda kechagi mavzuyimizga bog'lasak, to'g'ri, bir-birimizga yordam berishimiz bu juda ham fazilatli amallardan hisoblanadi. Ammo yordam berilgan tarafidan o'ylab qarasak, bugun yordam berdi insonlar, ertaga ham yordam berar ekan deb harakatsiz to'xtab qolmasligi kerak. Ya'ni o'zida boqimandalik kayfiyatini oshirib olmasligi kerak. Zero boqimandalar qancha ko'paysa, u faqatgina o'zimizga va jamiyatimizga ziyon bo'ladi. Va bu shar'iy jihatdan o'ylab qarasak, Alloh taolaga nisbatan ulkan odobsizlikni keltirib chiqaradi. Berish yaxshi, ammo olishda ham oluvchi ham nima qilish kerak? Albatta Alloh taologa qarab harakat qilish kerak, halol yo'llardan harakat qilish kerak. Shunda ham imkoni yo'q bo'lsa, mayli olsin. Hech kim olmasin demaydi. Ammo harakat ham qilsin. Davud alayhissalomning bir ishlari bor. Payg'ambar alayhissalom maqtaganlar Davud alayhissalom payg'ambar. Bu Davud alayhissalomning eng inson tatib ko'radigan, iste'mol qiladigan rizqlarning eng shirini o'z qo'l kasbi mehnati bilan, o'z mehnati, o'z kasb bilan topgan nonini yeyishi dedilar. Xuddi Davud alayhissalomda bo'lgani kabi dedilar. Payg'ambar bo'lishiga qaramasdan temirchilik qilganlar. Nafaqat Davud alayhissalom, balki barcha payg'ambarlarning hayotida bo'lgan narsa. Payg'ambar bo'lishiga qaramasdan dunyodagi eng afzal inson, o'z davridagi eng buyuk shaxs bo'lishiga nisbatan qaramasdan Alloh taolo bilan mana Musa alayhissalom kabi bevosita roz aytishib so'zlashganiga qaramasdan yer yuzida rizq topishga harakat qilgan. Shunchaki qo'l ostidagi ummatlarga qarab, bugundan menga bir oyda 100 so'mdan yig'ib kelinglar desam, hech kim e'tiroz bildira olmasdi. Ammo ular nima qildi? Shuncha imkoniyat, jannatning kaliti qo'lida bo'lib turib, ular Alloh taolaga nisbatan odobsizlik bo'lmasin deb harakat qildilar. Hadis sharifda aytiladiki, innalloha taala yuhibbu iza amila ahadukum amalan ay yutqinahu. Ya'ni Alloh taolo sizning birortangiz bir ishni qilsa, puxta, mustahkam qilishni yaxshi ko'radi. Biz ya'ni bir ishga kirishdikmi, ana shu ishning oxiriga yetishimizni, puxta holatda qilishimizni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Demak, Alloh taologa yaxshi ko'rinmoqchi bo'lsak, boshlagan ishimizni oxiriga yetkazishimiz kerak ekan. Va boshqa bir hadis sharifda aytiladiki, Alloh taolo ishlarning oliylarini yaxshi ko'radi. Shuning uchun mu'minlar oliy himmat bo'lishi kerak. Biz oliy himmat bo'lishimiz kerak. Qadimdan gap borki, xalqimizda cho'qqini orzu qilsang, yarmiga yetasan. Yarmini orzu qilsak-chi? Tog'ni etagida qolamizmi? Tog'ni bir ko'rsam bo'ldi deb orzu qilsak-chi? Rangini ham ko'ra olmaymiz, to'g'rimi? Oliy himmat orzu qilishdan bizni nima to'sadi? Nima bizni taqiqlay oladi? Alloh taolo uchun buyuk ishlar qilishni, Alloh taolaning yo'lida doim yurishimizni orzu qilaylik va Alloh taolo duo qilib so'raylik. Inshaalloh mana shu niyatimizga qarab Alloh taolo bizni ajrimizni ko'paytirib beradi. Alloh taolo barchamizni mana shu aytilgan mavzularga amal qilishimizni, har bir ishimizda Alloh taolo o'ziga odob saqlashimizni,
va payg'ambar alayhissalomga munosib ummat bo'lishimizni o'zi nasib aylasin. Va axiru da'wana anil hamdulillahi robbil alamin. Amin. Ya Rabbi, bu qilingan mav'izalarga barchamizni amal qilishimizni o'zing nasib aylagin. Duo so'raganlarimizni o'zing qalblaridagi shar'iy maqsadlarni ziyodasi bilan bergin. Ibodatlarimizni qabul aylagin. Va sallallohu ta'ala ala khayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin.